Tailandga xotini bilan aylanishga borgan Xafey bir kun ertalab ko'zini ochganda, uni yonida g'irt begona ayol "Men seni xotiningman" dedi. Tasavvur qilasizlarmi, yoningizda ertalab tursanglar, begona odam "Men seni turmush o'rtog'ingman" desa. Bugun biz sizlar bilan o'sha shov-shuv bo'lgan film haqida gaplashamiz. Xafey xotini bilan Tailandga borgandan keyin u xotinini yo'qotib qo'yadi 2 haftaga va 2 haftadan so'ng bir ayol "Men seni xotiningman" deb keladi. Buni ko'rgan Xafey o'zini yo'qotib politsiyagacha boradi. Lekin afsuski xotini bilan tushgan rasmlar, hattoki xotini bilan birga borgan joylarini kameralarini tekshirganda, uning yonida o'sha yonida turgan begona ayol bo'ladi va u hayron qoladi. "Mani o'zi xotinim qayerda? Qachon bu begona ayol bunaqa rejalar tuzishga ulgurdi? Qachon videokameraga o'zini qo'yishga ulgurdi?" deb hayron qoladi va u politsiyagacha boradi. Lekin afsuski politsiya ham Xafeyga xotini bilan oxirgi bo'lgan joyini kamerasini ko'rganda, o'sha begona ayol kamerada yozilgandi. O'shanda politsiya unga savol beradi: "Xotiningiz bilan birga tushgan rasmlaringiz bormi?" deydi. Xafey xotini bilan tushgan rasmlarni ko'rsatganda, uni xotini har doim orqa tarafga yoki yon tarafga qarab turgan bo'ladi va yuzi bilan tushgan rasmi yo'q bo'ladi. Ajablanarlisi shuki, Xafey doim tinchlantiruvchi dori ichib yurardi va uni politsiya jinniga chiqaradi. Xotini ham unga qarab, "Agar bas qilmasang, men seni bolnitsaga yotqizaman" deydi. Xafey bu narsalardan qo'rqib, nahotki menga hech kim ishonmayapti deb, o'sha yerdan bitta yurist qizni topadi va u bilan birga ishlay boshlaydi. Afsuski, ular Xafey haqiqiy xotinini qidirayotganda, Xafey yuristga qarab, "Meni Tailandga atigi 3 kunga vizam bor. Mana shu 3 kun ichida men o'zim xotinimni topishim kerak va bu odamlar kimligini aniqlashim kerak" deydi. Va ular qidirishni boshlashadi va qidirish jarayonida hamma narsa shunaqangi chalkashib ketadiki, Xafey yonidagi "Men seni xotiningman" degan qiz unga qarab, "Agar bas qilmasang, men seni jinnixonaga yotqizaman va seni dori ichib yurishing sababli hamma menga ishonadi" deydi va uni jinnixonaga yotqizadi. Bu film davomini Studio kanalida ko'rishingiz mumkin. Filmni agar triller janrini yoqtirsangiz, ko'rishingizni tavsiya qilaman.